1 avgust 2026 sanasiga hozirdan tayyorlaning. Chunki bu sana oddiy kalendardagi kun emas. Men bugun sizga pensiyalar, narxlar va bank kartalari bo'yicha odamlar eng ko'p adashadigan, eng ko'p pul yo'qotadigan va eng ko'p kechikib qoladigan masalalarni tushuntirib beraman. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlar uchun, balki oylik oladiganlar, tadbirkorlar, kommunal to'lov qiladiganlar, plastik kartadan foydalanadiganlar, farzandiga pul o'tkazadiganlar va oilaviy budjet yuritadigan har bir inson uchun juda muhim. Men masalani qo'rqitish uchun emas, tayyor bo'lishingiz uchun aytyapman. Chunki odatda o'zgarishlar kuchga kirgandan keyin odamlar yugurib qoladi. Kimdir pensiyasi nega kam tushganini tushunmaydi. Kimdir kartasi orqali to'lov o'tmay qolganidan shikoyat qiladi. Kimdir narx oshgandan keyin xarajatini boshqara olmaydi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki men bu yerda oddiy odam tushunadigan tilda amaliy foydasiz bor ma'lumotlarni berib boraman. Men avvalo eng muhim narsani tushuntirib qo'yaman. 1 avgust 2026 atrofida odamlar 3 ta yo'nalish bo'yicha eng ko'p savol beradi. Birinchisi pensiyalar va ijtimoiy to'lovlar. Ikkinchisi narxlar, ayniqsa kommunal xizmatlar, oziq-ovqat, yo'l haqi, dori-darmon va kundalik xarajatlar. Uchinchisi bank kartalari, plastik karta, onlayn to'lovlar, pul o'tkazmalari, bank ilovalari, kartani bloklash, identifikatsiya va xavfsizlik. Oldin ko'pchilik masalaga oddiy qarardi. Pensiya tushsa, karta ishlasa bo'ldi, narx oshsa bozor ko'rsatadi deb yurardi. Lekin hozir moliyaviy tizim ancha raqamlashtirilgan. Pensiya kartaga tushadi, subsidiyalar bank hisobiga bog'lanadi, kommunal to'lovlar elektron tizim orqali ko'rinadi, qarzdorlik ham avtomatik aniqlanadi, ayrim to'lovlar uchun shaxsni tasdiqlash talab qilinadi. Demak, bir hujjatdagi xato, bitta faol bo'lmagan karta, bitta yangilanmagan telefon raqami butun oylik daromadingizga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, ilgari pensioner pochta orqali pulini olgan bo'lsa, hujjatdagi kichik xato darhol sezilmasligi mumkin edi. Hozir esa karta muddati tugagan bo'lsa, telefon raqami boshqa odam nomida bo'lsa, bank ilovasiga kira olmasa yoki PIN kodni unutgan bo'lsa, pul bor. Lekin undan foydalanish qiyin bo'lib qoladi. Yoki narxlar masalasini olaylik. Oldin oilalar oy boshida bozorlik qilib, oy oxirigacha yetkazishga harakat qilardi. Hozir esa elektr, gaz, suv, internet, kredit, karta to'lovlari, bolalar xarajati, dorilar hammasi alohida reja talab qiladi. Shu sababli men bugun sizga har bir yo'nalishda qanday tayyorlanish kerakligini batafsil aytaman. Pensiya masalasida eng katta xato shuki, odamlar faqat oshadimi yoki oshmaydimi degan savolga yopishib bo'ladi. Aslida pensiya bo'yicha bundan ham muhim savollar bor. Pensiya qayta hisoblanadimi? Staj to'g'ri kiritilganmi? Kartaga vaqtida tushadimi? Qo'shimcha to'lovga huquq bormi? Nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar yangilanishi kerakmi? Ishlayotgan pensionerning holati qanday bo'ladi? Men buni oddiy misol bilan tushuntiraman. Aytaylik, bir otaxon 3 yil ishlagan, lekin mehnat daftarchasida 2 yil noto'g'ri yozilgan yoki korxona nomi o'zgargani sababli arxiv ma'lumot topilmagan. U odam har oy, masalan, 100 ming so'm kam pensiya olayotgan bo'lishi mumkin. Bir oyda 100 ming so'm katta ko'rinmasligi mumkin. Lekin bir yilda 1 milyon 200 ming so'm bo'ladi. 5 yilda esa 6 milyon so'm. Demak, staj masalasi mayda narsa emas. Yana bir misol. Bir onaxon boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladi. Uning farzandi o'qishda bo'lsa, ayrim holatlarda ma'lumotnoma talab qilinadi. Agar o'qish joyidan ma'lumotnoma vaqtida yangilanmasa, to'lov to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Keyin odam nima uchun pul tushmadi deb bankka boradi. Bank esa bizga pul kelmagan deydi. Pensiya jamg'armasiga boradi. U yerda hujjat yetishmayotgani aytiladi. Shuning uchun 2 avgustga qadar pensiya yoki ijtimoiy to'lov oladigan har bir kishi hujjatlarini oldindan tekshirtirib olish kerak. Kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lish kerak? Birinchi navbatda yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Chunki ularning ish staji, ish haqi ma'lumotlari, arxiv hujjatlari, bank kartasi endi tizimga kiritilgan bo'ladi. Ikkinchi guruh eski korxonalarda ishlaganlar. Masalan, zavod yopilgan, shirkat tugatilgan, kolxoz yoki sovxoz nomi o'zgargan bo'lsa, arxivdan ma'lumot olish vaqt oladi. Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqa oluvchilar. Chunki tibbiy ko'rik komissiya xulosasi. Nogironlik muddati kabi masalalar pul tushishiga bevosita ta'sir qiladi. To'rtinchi guruh chet elda ishlagan yoki bir necha joyda norasmiy ishlagan odamlar. Bunday holatda stajni tasdiqlash murakkabroq bo'ladi. Kimlar
uncha xavotir olmasligi mumkin. Agar sizning pensiyangiz doimiy ravishda kartaga tushayotgan bo'lsa, kartangiz muddati tugamagan bo'lsa, telefon raqamingiz o'zingizning nomingizda bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, oxirgi yillarda pensiya bo'limida hujjatlaringiz tekshirilgan bo'lsa, sizda katta xavf kamroq. Lekin bu tekshirmaslik kerak degani emas. Men doim aytaman. Pensiya masalasida keyin ko'ramiz degan gap ko'pincha pul yo'qotishga olib keladi. Endi narxlar masalasiga o'tamiz. Narx oshish deganda odamlar ko'pincha faqat bozordagi go'sht, yog', un yoki shakarni o'ylaydi. Lekin aslida oilaviy budjetga eng katta zarba ko'pincha ko'rinmas xarajatlardan keladi. Masalan, elektr to'lovi 20% oshsa, gaz tarifida o'zgarish bo'lsa, suv yoki chiqindi xizmati qimmatlashsa, transport xarajati ko'paysa, dorilar narxi o'zgarsa, internet va mobil aloqa paketlari yangilansa, bularning hammasi oy oxirida seziladi. Oddiy bir oilani olaylik. Oilada ota-ona 2 farzand bor. Oylik daromad jami 6 million so'm. Hozir ular 2 million so'm oziq-ovqatga, 700 ming so'm kommunal va aloqa xizmatlariga, 800 ming so'm transportga, 500 ming so'm dori yoki tibbiy ehtiyojlarga, 20 million so'm kredit yoki qarzga, qolganini kiyim-kechak va kutilmagan xarajatlarga sarflaydi. Agar oziq-ovqat 10%ga, kommunal 10%ga, transport 10%ga oshsa, bu oilaning xarajati oyiga taxminan 350-500 ming so'mga ko'payishi mumkin. Daromad o'sha holatda qolsa, ular yo qarz oladi, yo sifatni pasaytiradi, yo bolalar ehtiyojidan qisadi. Shuning uchun 1 avgustga tayyorgarlik deganda men faqat narx oshadi, ehtiyot bo'ling demayman. Men aniq reja tuzishni nazarda tutyapman. Avvalo oxirgi 3 oyda nimalarga qancha pul ketganini yozib chiqing. Oziq-ovqat alohida, kommunal alohida, transport alohida, kredit alohida, dori alohida, bolalar xarajati alohida bo'lsin. Shunda siz qaysi joyda pul sizib chiqayotganini ko'rasiz. Ko'p oilalarda eng katta muammo bozordagi narx emas, mayda-mayda nazoratsiz xarajatlardir. Kuniga 25 ming so'mdan tayyor ovqat, haftasiga bir necha marta taksi. Keraksiz obunalar, bank ilovasida avtomatik yechilayotgan xizmatlar. Pensionerlar uchun narxlar yanada sezgir masala. Masalan, pensiya 1 million 5 ming so'm bo'lsa, dori darmonga 400 ming so'm, kommunalga 200 ming so'm, oziq-ovqatga 700 ming so'm ketsa, odamda atiga 1000 ming so'm qoladi. Agar dori narxi 10% oshsa, kommunal yana 1000 mingga ko'paysa, bu pensioner uchun juda katta farq. Shuning uchun men pensionerlarga dorilar ro'yxatini oldindan tuzishni, doimiy ichilarni dorilarni shifokor bilan maslahatlashib, arzonroq analoglar bor yo'qligini so'rashni, kommunal imtiyozlar yoki ijtimoiy yordamga huquqi bor yo'qligini tekshirishni maslahat beraman. Endi bank kartalari haqida gaplashamiz. Hozir ko'pchilikning pensiyasi, maoshi, alimenti, stipendiyasi, ijtimoiy nafaqasi kartaga tushadi. Karta ishlamasa, odamning qo'lida pul bo'lsa ham undan foydalana olmaydi. Men amaliyotda eng ko'p uchraydigan muammolarni sanab beraman. Birinchisi karta muddati tugashi. Kartaning old tomonida oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, 0826 deb yozilgan bo'lsa, bu 2026 yil avgustgacha amal qiladi degani. Ko'pchilik aynan shu joyda xato qiladi. Hali avgust keldi-ku deb yuradi. Lekin bank tizimida karta muayyan sanadan keyin to'lov qabul qilmasligi yoki pul yechishda muammo berishi mumkin. Shuning uchun kartangizda 0726, 026, 0926 kabi sanalar bo'lsa, oldindan bankka murojaat qilib, yangi karta chiqarish tartibini bilib oling. Ikkinchi muammo telefon raqami, bank ilovasi, SMS xabarnoma tasdiqlash kodi, pul o'tkazmasi hammasi telefon raqamiga bog'langan. Agar karta onaning nomida bo'lib, telefon raqami o'g'ilning nomida bo'lsa yoki eski raqam ishlatilmayotgan bo'lsa, keyinchalik ilovaga kirish, parolni tiklash, operatsiyani tasdiqlash qiyinlashadi. Men ko'p marta ko'rganman. Pensionerning puli kartada turibdi. Lekin telefon raqami yo'q bo'lgan, sim karta boshqa odam nomida, bank esa xavfsizlik sababli kodsiz operatsiya qila olmaydi. Uchinchi muammo firibgarlik, narxlar. Pensiya va karta mavzusida odamlar xavotirga tushganda firibgarlar faollashadi. Ular pensiyangiz oshiriladi, kartangizni tasdiqlang, 1 avgustdan karta bloklanadi, kodni ayting. Kompensatsiya olasiz. Pasport rasmini yuboring kabi gaplar bilan aldashi mumkin. Men qat'iy aytaman, bank xodimi hech qachon sizdan karta PIN kodi, SMS kodi, ilova paroli karta orqasidagi 3 xonali kodni so'ramaydi. Agar kimdir shuni so'rasa, u bank xodimi emas, firibgar. 4-muammo qarzdorlik va avtomatik yechimlar. Ba'zi odamlar kartasiga pul tushishi bilan bir qismi kreditga bo'lib to'lash qarziga
alimentga yoki ijro hujjatiga yechilib ketganini ko'radi. Bu yerda bankni ayblashdan oldin sababni aniqlash kerak. Agar sizda kredit shartnomasi bo'lsa, avtomatik yechimga rozilik bergan bo'lishingiz mumkin. Agar sud yoki ijro hujjati bo'lsa, mablag' ushlab qolinishi mumkin. Shuning uchun kartaga pul tushadigan kunni kutib o'tirmasdan oldindan bank ilovasida va tegishli tashkilotlarda qarzdorlikni tekshirib qo'yish kerak. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Hamma o'zgarish ham hamma odamga bir xil ta'sir qilmaydi. Masalan, pensiya bo'yicha indeksatsiya yoki qayta hisoblash bo'lsa, kimdir ko'proq, kimdir kamroq farq sezishi mumkin. Bunga pensiyaning turi, ish staji, oldingi hisob-kitob, imtiyoz, qo'shimcha to'lovlar ta'sir qiladi. Shuning uchun qo'shnimniki 200 mingga oshdi, menikiga nega 120 ming degan savolga javob oddiy bo'lmasligi mumkin. Har bir ish alohida hisoblanadi. Ikkinchi nozik jihat. Narx oshishi e'lon qilingan kundan emas, amalda ta'minot zanjiri orqali seziladi. Masalan, yo'qilg'i, transport yoki import xarajati oshsa, bu darhol non narxi emas, avval yuk tashish, keyin ulgurji savdo, keyin chakana savdoga ta'sir qiladi. Shu sababli ba'zi mahsulotlar 1 avgustdan oldin ham qimmatlashishi, ba'zilari keyinroq oshishi mumkin. Odamlar esa hali sana kelmadi-ku deb hayron bo'ladi. Bozor oldindan harakat qiladi. Uchinchi nozik jihat. Karta almashtirishda eski karta darhol keraksiz bo'lib qolmaydi. Lekin unga bog'langan xizmatlarni unutmaslik kerak. Masalan, sizning kommunal to'lovingiz, internet paketingiz, onlayn obunangiz eski kartaga bog'langan bo'lishi mumkin. Yangi karta olgandan keyin avtomatik to'lovlar ishlamay qoladi yoki qarzdorlik paydo bo'ladi. Shuning uchun yangi karta olsangiz, barcha joyda rekvizitlarni yangilang. Bank ilovasi, kommunal kabinet, mobil operator, internet provayder, onlayn do'konlar. To'rtinchi nozik jihat, ijtimoiy yordam va imtiyozlarda daromadni noto'g'ri ko'rsatish muammo tug'diradi. Ayrim oilalar subsidiya yoki yordam olish uchun ariza beradi. Lekin kartaga tushadigan qo'shimcha pul, ijaradan tushum, aliment, chet eldan kelgan pul o'tkazmasi hisobga olinishi mumkinligini unutadi. Keyin tizimda nomuvofiqlik chiqadi va ariza rad etiladi. Shuning uchun ariza topshirayotganda haqiqiy daromad va oila tarkibini to'g'ri ko'rsatish kerak. 5-nozik jihat, hujjatlardagi ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport yoki ID karta ma'lumotlari bir xil bo'lishi shart. Masalan, mehnat daftarchasida Abdullayev deb yozilgan, pasportda Abdullayev boshqa transliteratsiyada yozilgan. Nikohdan keyin familiya o'zgargan. Lekin pensiya hujjatlarida eski familiya qolgan bo'lsa, bu tekshiruvda muammo berishi mumkin. Ayniqsa ayollar nikohdan keyin familiya o'zgargan bo'lsa, eski ish joylaridagi hujjatlarni tasdiqlovchi nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlarni tayyorlab qo'yishi kerak. 6-nozik jihat. Bank kartasini boshqa odamga berib qo'yish xavfli. Ko'p pensionerlar o'g'lim yechib beradi, kelinim ilovadan to'laydi deb kartani, pin kodni, telefonni boshqalarga ishonib beradi. Oila ichida ishonch bo'lishi yaxshi, lekin moliyaviy xavfsizlik baribir muhim. Agar karta orqali noma'lum to'lovlar qilingan bo'lsa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Men kamida shuni tavsiya qilaman. SMS xabarnoma yo'qilgan bo'lsin. Har bir yechimni ko'rib turing. Karta pin kodini hech kimga aytmang. Zarur bo'lsa ishonchli vakolatnomani qonuniy rasmiylashtiring. Endi eng kerakli qismga keldik. Men sizga aniq qadamlarni beraman. Birinchi qadam, pensiya va ijtimoiy to'lov olsangiz, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, farzand o'qishda bo'lsa o'qish joyidan ma'lumotnoma, bank karta rekvizitlari tayyor bo'lsin. Agar biror hujjatda xato bo'lsa, keyin tuzataman demang, oldindan murojaat qiling. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy organlarga murojaat qilib, pensiyangiz qanday hisoblanganini so'rang. Savolni aniq bering. Mening ish stajim to'liq kiritilganmi? Qayta hisoblashga asos bormi? Qo'shimcha to'lov yoki imtiyozga huquqim bormi? Hujjatlarimda kamchilik yo'qmi? Agar og'zaki javob yetarli bo'lmasa, yozma murojaat qiling. Yozma murojaatda ism, familiyangiz, pasport ma'lumotingiz, manzilingiz, telefon raqamingiz va talabingiz aniq yozilsin. 3-qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddatida bank ilovasiga kirish imkoniyati, telefon raqami, SMS xabarnoma, pin kod, karta limiti, onlayn to'lovlar holatini ko'rib chiqing. Agar karta muddati 2026 yil iyul, avgust yoki sentyabr oylariga to'g'ri kelsa, bankka oldindan boring. Yangi karta chiqishi bir necha kun bo'lishi mumkin.
pensiya yoki oylik tushadigan kun emas, undan oldin hal qiling. 4-qadam. Oilaviy budjet jadvalini tuzing. Juda murakkab bo'lishi shart emas. Oddiy daftar oling. Chap tomonga daromadlarni yozing. Oylik pensiya, nafaqa, qo'shimcha ish, ijara, pul o'tkazmasi. O'ng tomonga xarajatlarni yozing. Oziq-ovqat, kommunal, transport, kredit, dori, ta'lim, kiyim, aloqa, favqulodda xarajat. Har bir band yoniga o'tgan oy qancha ketganini yozing. Keyin har biriga 10% xavfsizlik zaxirasi qo'shib chiqing. Masalan, oziq-ovqat 2 million bo'lsa, 2 million 200 ming deb rejalang. Kommunal 500 ming bo'lsa, 500 ming 600 ming deb rejalang. Shunda narx o'zgarsa, siz vahimaga tushmaysiz. 5-qadam, kommunal qarzdorlikni tekshiring. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi. İnternet bo'yicha shaxsiy hisob raqamlaringizni ko'rib chiqing. Ba'zan odam to'lagan deb o'ylaydi, lekin to'lov boshqa hisobga ketgan bo'ladi yoki eski qarzdorlik qoladi. Tariflar o'zgargan paytda eski qarz ustiga yangi hisob kelib, summa katta ko'rinadi. Shuning uchun oldindan tozalab qo'yish foydali. 6-qadam, firibgarlikdan himoyalaning. Telefoningizga kelgan har qanday pensiya oshirish, kompensatsiya, karta bloklanadi. Kod yuboring degan xabarga shubha bilan qarang. Rasmiy ma'lumotni faqat bankning rasmiy raqami, davlat xizmatlari markazi, tegishli vazirlik yoki tashkilotning rasmiy kanallari orqali tekshiring. Hech qachon SMS kodini aytmang. Hech qachon karta rasmini ikki tomoni bilan yubormang. Hech qachon notanish havolaga kirib karta ma'lumotlarini yozmang. 7-qadam, zarur bo'lsa, davlat xizmatlari markaziga boring. Agar pasport ma'lumotida xato, familiya o'zgarishi, manzil ro'yxati, bolalar hujjati, nikoh va ajrim hujjati, meros, vasiylik kabi masalalar bo'lsa, bular pensiya va ijtimoiy to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Hujjatni to'g'rilash vaqt oladi. Shuning uchun 1 avgustga bir hafta qolganda emas, oldindan boshlang. 8-qadam, agar siz tadbirkor bo'lsangiz, narx va karta masalasiga alohida qarang. Terminal ishlayaptimi? QR to'lov ishlayaptimi? Bank hisob raqamingiz faolmi? Soliq va bank xabarnomalari kelayaptimi? Mahsulot tannarxi qayta hisoblanganmi? Yetkazib beruvchi narxni o'zgartiryaptimi? Mijozlarga narx o'zgarishini qanday tushuntirasiz? Shularni ko'rib chiqing. Chunki tadbirkor narx oshishini noto'g'ri boshqarsa, mijoz yo'qotadi. Tannarxni bilmasdan savdo qilsa, foyda o'rniga zarar ko'radi. 9-qadam, oilada keksalar bo'lsa, ularga yordam bering. Ota-onangizning kartasi muddati, telefon raqami, pensiya tushishi, kommunal to'lovlari, dori ro'yxati, hujjatlari joyida ekanini tekshirib bering. Lekin ularning kartasini o'zboshimchalik bilan ishlatmang. Hammasini ochiq tushuntirib birga qiling. Keksalar ko'pincha firibgarlarga ishonib qoladi. Chunki ular rasmiy gapga o'xshatib gapiradi. Siz esa ularga bitta qoida o'rgating. Kod so'rasa, darhol telefonni qo'yish kerak. Yana bir muhim maslahat. Hamma narsani hujjat bilan tasdiqlang. Banka bordingizmi? Ariza topshirdingizmi? Davlat idorasiga murojaat qildingizmi? Ariza raqamini, kvitansiyani, javob xatini saqlang. Telefon orqali bo'ladi degan gap yetarli emas. Ertaga muammo chiqsa, qo'lingizda dalil bo'lishi kerak. Xulosa qilib aytaman, 1 avgust 2026 ga tayyorgarlik vahmi emas, moliyaviy tartibdir. Pensiya olsangiz, hujjat va hisob kitobni tekshiring. Narxlardan xavotir bo'lsangiz, oilaviy budjet tuzing va majburiy xarajatlarni oldindan hisoblang. Bank kartangiz bo'lsa, muddati, telefon raqami, ilova va xavfsizlik sozlamalarini tekshirib qo'ying. Eng asosiysi, firibgarlarga ishonmang va rasmiy ma'lumotni rasmiy manbadan tekshiring. Men sizga shuni ekspert sifatida qat'iy aytaman. Ko'pchilik muammolar o'zgarish tufayli emas, unga kech tayyorlanganimiz tufayli paydo bo'ladi. Bugun 30 daqiqa vaqt ajratsangiz, ertaga bir necha kun yugurib yurishdan, pul yo'qotishdan va asab buzilishidan qutulasiz. Sizningcha 1 avgust 2026 da eng katta muammo qaysi yo'nalishda bo'ladi? Pensiyalardami? Narxlardami yoki bank kartalaridami? Fikringizni izohlarda yozing. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda har bir o'zgarishni oddiy tilda, aniq misollar bilan tushuntirib berishda davom etaman.